Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, hamma yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Xudo xohlasa bugungi YouTube sayohatimiz orqali yer yuzining ikkinchi Shvetsariyasi deb nomlangan joyga sayohatimiz haqida bo'ladi. Bu yerda bo'lib ham oddiy sayohat bo'lmaydi. Hammasi boyagi qanday qilib biz bu joyga keldik, qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi, qanaqa voqealar sodir bo'ldi, hammasini, bu yoqdagi atmosfera, bu yoqqa kelishimizga necha pul tushdi, qanaqa xarajatlar qildik, hammasini sizlarga bo'lishib borishga harakat qilaman. Eng muhimi, biz oddiy atmosferada bu yoqda yashamaymiz. Biz o'zimiz palatkalar bilan kelganmiz. Palatkalarni qanaqa qilib o'rnatishimiz, qanaqa qilib biz atmosfera hosil qilganimiz, hammasini aynan mana shu YouTube video orqali ko'rishlaring mumkin. Xudo xohlasa, bu yoqdagi atmosferani men sizlarga to'liq ko'rsatib beraman, aynan mana shu YouTube video orqali. Aynan bu joyning lokatsiyasini ham Xudo xohlasa video davomida sizlarga aytib o'taman. Bizani kuzatishda davom etinglar. Ishonasizmi, bu joyga kelishim shunaqa bo'ldi. O'zi umrimda birinchi marta chet el safariga chiqyapman. Bo'lib ham mana shunaqa atmosferaga chiqyapman. O'zingiz ko'rib turibsiz. Oddiy inson qo'li bilan emas, Xudo tomonidan yaratilgan bu tabiatni ko'rib turganimga men juda ham nima deydi, maza qilyapman. Va aynan bu yoqda hozir bizada birinchi kun davomida biz kemping zonamizga, ya'ni kelib o'rnashib oldik. Chodirlarni, ularni taqmayapmiz, Xudo xohlasa. Bu narsalardan ko'rsataman. Xo'p, endi keyingi lokatsiyamiz aynan mana bu suvni bo'yida bo'ladi. Aynan biz mana shu joyda Xudo xohlasa qolib o'zimiz chodirlarimizni o'rnatamiz. Bu protsessni sizga ko'rsatib boraman. O'zimiz kechga qanaqa planlar rejalashtirganmiz, chodirlarimizni qanaqa sharoit qilganmiz, qanaqa muhit yaratamiz, hammasini sizlar bilan bo'lishib boraman. Xudo xohlasa bu video orqali tog'da kemping qilganingizda nimalar kerak, qanaqa sharoit qilsak bo'ladi, qanaqa biza kutmagan narsalarimiz bo'ldi, hamma narsasini sizlarga aytaman. Bu narsani sizlarga nima deydi, mana shu videoni ko'rib ham ertaga bemalol o'zlaring ham kemping qilsalaring bo'ladi. Tog'ga chiqib hiking qilasizlarmi yoki o'zlaring mana bunaqa kemping sharoit yaratasizlarmi, hamma narsasini bo'lishib boraman. Ya'ni biza nimalarni kutgandik, nimalar bo'ldi, hammasini sizlarga aytib beraman. Xo'p, mana biz chodirlarimizni o'rnatib oldik. Bu yoqda Xudo xohlasa ovqatlanishimiz, hamma narsasini aynan mana shu yoqda qilamiz. Undan tashqari mana o'zingiz ko'rib turibsiz, aynan mana shu stullarda, mana shunaqa anolarda o'zlaringiz bilan olib kelib olsalaringiz, nima deydi, ancha qulay bo'ladi ovqatlanishingizga. Ya'ni biz o'zimiz shunaqa sharoit qilishga harakat qildik, hammasi tabiiy bo'lsin, o'zimiz qilaylik. Hech qanaqa bir tayyor narsalardan foydalanmasdan o'zimiz tayyorlasak ancha qiziq bo'ladi. Keling, birdaniga hozir sizga chodirlarimizni ichi bilan ham tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Xo'p. Keling, aynan mana shundan boshlaylik. Mana misol uchun biz chodirimizni mana yomg'ir yog'gani uchun birdaniga ustlarida suv bo'lib qolgan. Alohida mana shunaqa setkalari bor. Buni ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni pashshalardan ham bemalol qanaqadir hasharotlardan ham himoya qilib turadi. Mana ichki sharoitimiz bemalol bu muhitda qolsangiz, ya'ni tabiatni bemalol his qilsangiz bo'ladi, Xudo xohlasa. Mana shunaqa chodirlarda biz bugun qolamiz. Aynan mana shunaqa chodirlardan biz ko'rib turibsiz nechta borligini. Xo'p, kelinglar, hozir sizlarga chodirimizni ichidagi sharoit bilan tanishtiraman. Nimalar bo'lishi kerak, nimalarga e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, mana e'tibor bergan bo'lsalaring, ko'chada yomg'ir bo'lgan, doimiy ravishda nima deydi, shamol bo'lib turibdi, qisman shamol bo'lib turibdi. Lekin bizani xona, ya'ni chodir ichi juda ham issiq, qulay. Ya'ni odamga bemalol o'tira oladigan nima bo'lib turibdi atmosfera. Bunga asosiy sabab o'sha chodirni o'sha temperaturani ushlaydigan va 2 qavatli ekanligi. Men misol uchun chodirimizni ham bu yoqda mana birinchi qavatda bu yopilsa bo'ldi, sizdan o'zingizni ushlaydi havoingizni. Undan tashqari bu yana ustidagi yana bitta qatlami bor. 2 qavatliligiga e'tibor berish kerak. Undan tashqari odam usti yopadigan mana bunaqa termoplast boyagi yopinchiqlari bo'lishi kerak. Bu mana bunaqa qarang. Tagimizda
Bu ham umuman o'tkazmaydi. Ya'ni hech qanaqa zahar, salqinga o'tkazmaydi. Buni tagida hozirda o'zida qatlam bor. Ana shunaqa sharoit qilib kelsangiz, siz nima deydi, o'zingizda ancha qulay his qilasiz. Bizada ham xuddi shunaqa sharoitga 2-3 marta kelgan, 2-3 yildan beri qilib keladigan insonlar bo'lganligi uchun bu narsalarni yaxshi bilishadi va bizga ham to'g'ri maslahatlar berib kelishadi. Aynan shu havoda biza tabiat qo'ynida kechqurunda mana shu tarzda o'tkazdik. O'zimiz o'tinlar yig'ib keldik, gulxan yoqib, atrofda o'tirib isindik va kerak bo'lsa qiziqarli o'yinlar o'ynab, gulxanda o'zimizga yoqtirgan taomlarni pishirib, mazza qilib shu tarzda kechqurunni o'tkazdik. Xo'p, mana shunaqa atmosferada bizani birinchi kunimiz tugadi. Xudo xohlasa ertaga ikkinchi kunda sizlar bilan ko'rishamiz. Xo'p, biz ketdik. Sizlarga endi xudo xohlasa yanada yangi chiroyli manzaralarni ko'rish uchun yo'lga chiqdik. Kuzatib boringlar. Mana bu yoqlarda ancha bizada tepalikka qarab chiqish bo'lgani uchunmi? Ozgina chiqishda qiynalish bo'lyapti, qiyinchilik bo'lyapti. Menimcha manzaralar arziydi bu narsaga. Hozir sizlarga atmosfera ko'rsataman. O'zlaring ko'rib baho berasizlar. Shuncha yo'l bosib kelganimiz bekorga ketmaydi. Снится нам не рокот космодрома, не ледяная синева, а снится нам трава у дома. Bekorga joylarni ikkinchi Shvetsariya deyishmas ekan. Ochig'i sizlarga ham tavsiya qilaman bu joyga kelishlaringni. Mana bunaqa atmosferada hech bo'lmasa bir kungina bo'lsa ham vaqt ajratib kelib dam olib ketishlaring, hech bo'lmasa mana bu joylarni ko'z bilan ko'rishingizni sizlarga ham tavsiya qilaman. Iloji boricha harakat qilinglar. Kelishga mana ko'ryapsizku, hozir quyosh chiqib turgan joyda endi yomg'ir yog'yapti. Har xil atmosfera bitta bir kunda o'zida ikkinchi xil faslda o'zlaring guvoh bo'lasiz. O'zimizda hozir O'zbekistonning ko'p joylarida 30-35 gradus issiq, yoqda havo harorati 10 15 gacha boradi. Kechqurunlari 5 gradusgacha tushadi. Shuning uchun keling, o'shanga mos bo'lgan sharoit kezish, mazza qilib davom etamiz. Xo'p, hozir biz mana shu yoqda qirg'izistonlik aka bilan gaplashdim. Mana bu aka bilan bu yoqda aytishdi, qanaqa daromadlar, qanaqa qilib pul topasizlar deb so'raganimda, asosan shu qimizdan, otlar ko'p ekan bu yoqda. Qimizdan, bu yoqda ko'p o'sha mollari bor ekan, moldan asosan chorvachilik bilan shug'ullanishar ekan. O'sha orqali daromad topishar ekan. Bu yoqda nima bilan ikkisalaring bo'ladimi desam, yo'q, bu yoqda ijtimoiy unchalik ikki bo'lmas ekan. Shuning uchun asosan daromadni chorvachilikdan ekan. Plus bu yoqqa keladigan odamlarga xizmat ko'rsatishar ekan. Ana bunaqa mashinada, mana shunaqa mashinalarda xizmat ko'rsatib, odam mehib turistlarga uzoq yaqin yordam berishar ekan. Undan tashqari anaqa palatkalarda odamlarga joy berishar ekan. Men o'ylashim bo'yicha yaxshi pul topishar ekan. Chunki otlari ancha ko'p ekan. Sababi bu narsani O'zbekistonga, Qirg'izistonning boshqa joylariga otlarni sotishar ekan. Ayoq kiyimlarimiz mana shunaqa ahvolga keldi. Lekin bu manzara arziydi.
Xo'p, ko'pchilikda savol paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun aynan birinchi chiqadigan davlating mana shu joy bo'ldi? Ya'ni nima uchun birinchi bu yoqqa chiqding deyishingiz mumkin. Agar siz ham birinchi marta qaysidir davlatga yoki sayohat qilishni xohlasangiz, mana shu joyda maslahat beraman. Ya'ni o'zimizga, ya'ni O'zbekistonga yaqin bo'lgan hududlar. Birinchidan, bu juda ham arzon. Boshqa chet davlatga chiqishingizga qaraganda sizga ancha arzonga tushadi. Ikkinchidan, bitta lokatsiyada juda ham ko'plab chiroyli manzaralarni topishingiz mumkin. Uchinchidan bo'ladigan bo'lsa, siz keyinchalik katta sayohatlarga chiqishingiz oldin bu sizga zo'r tajriba olib keladi. Xo'p, bizning keyingi joyimiz mana bunaqa sharsharacha. Bu o'sha pastdagi sharsharaga borib quyilar ekan. Tepada, bu joy tepasida buloq joylashgan ekan. Aynan shu buloqdan bu yoqqa suv oqib kelar ekan. Mana o'zlaring ko'rishingiz mumkin. Mana shu joyga buloqdan suv oqib kelar ekan. Tepadan. Mana pastda boyagi biz joylashgan joyimizga borib quyilar ekan bu yerda. Ancha suv juda yaxshi. Lekin shunga yomg'ir yoqqani uchun bu suv juda tiniq bo'lishi kerak o'zi. Yomg'ir yoqqani uchun ozgina loyqa bo'lgan. Sababi sel xavfi bo'lganligi uchun o'shanaqa bo'lib turibdi havo. Suv salgina qira. Lekin bu yoqda suv juda ham tiniq bo'lar ekan. Xo'p, mana qarang. Bu joylar aynan qo'riqxona hududiga kiritilar ekan. Biz shu joygacha keldik. Xo'p, sayohatga chiqqanda mana vlogimizni shogiga ko'rib kelayotgan bo'lsangiz, men sizga ozgina tavsiya beradigan bo'lsam, sayohatga chiqqanda iloji boricha kamchilik bilan chiqishingizni tavsiya qilaman. Sababi bu joyda chiroyli joylar juda ham ko'p. Sayohatga chiqishingizdan oldin birinchi navbatda plan qilib chiqing, qayerga chiqaman, qaysi joylarni ko'raman, qaysi atmosferalar o'zi chiroyli degan savollarni o'zingizga berib olingni, belgilab oling va kelganda aynan shu joylarga boring. Ko'pchilik bilan chiqadigan bo'lsangiz, bu yoqda hammaning fikr har xil bo'ladi. Kimdir boshqa joyga borish xohlaydi, kimdir umuman boshqa joy, lekin siz boshqa joyda xohlab tursiz. Bu narsada fikrlar ikki xil bo'lib qolishi mumkin. Yana kamchilik bo'lib chiqishingiz yana bitta yaxshi tarafi, ya'ni siz ko'pchilik yoqtirmaydigan bo'lsangiz, ko'p shovqin bo'lishi mumkin. Siz bu yoqda dam olgani, odamlardan qanaqadir atmosferadan maza qilmoqchi bo'lsangiz, ko'pchilik bo'ladigan bo'lsangiz, bu narsa sizga yaxshi bo'lmasligi mumkin. Iloji boricha bir mashinada o'zlaringiz yaqinlaringiz bilan bu joyga chiqadigan bo'lsangiz, juda ham zo'r dam olib ketasiz. Xo'p, keyingi tavsiyam iloji boricha boyagi aytganimizdek ob-havoga aniq qiling, e'tiborli bo'ling. O'zimizda yoz bo'lgani bilan bu yoqda unaqa issiq emas. Kunduz kuni hattoki mana shunaqa yorug' vaziyatlarda 7-10 gradus bo'ladigan bo'lsa, hozir ham ko'rdim 12 gradus ekan. Kechqurun bu 5 gradusgacha tushar ekan. Siz kayfiyatingizga qarab o'tirmas ekan, yomg'ir yog'ishi ham. Birdaniga yomg'ir yog'ib, birdaniga quyosh chiqib, tabiat o'ziga moslashgan. Sababi mana bunaqa daraxtlar, mana bunaqa yam-yashillik bo'lib turishi uchun ishoning, tabiat o'zini xarakterini ko'rsatib borishi kerak. O'sha uchun demoqchiman, siz doimiy ravishda o'zingizga qalinroq kiyim olib oling. Xo'p, keyingi tavsiyam, agar siz o'zingizga qanaqadir rasmlar, xotiralar olishga qiziq bo'lsa, o'zingiz bilan e'tibor bergan bo'lsangiz, men yurgan yo'limda ikkita narsa bilan yuribdim. Sumkam bor. Bundan tashqari mana bunaqa yomg'irdan himoya qiladigan kiyim. Buni ham iloji boricha anosidan oling. Одноразовыйsidan olmang. Sababi bu yirtilib ketadi. Ko'proq kiyadigan holatda olsangiz, bu bemalol sizga xizmat qiladi. Ikkinchisi, agar siz o'zingizni rasmlar tushishga yoki qanaqadir bir o'zingiz bilan sherik yo'q bo'lsa, mana shunaqa stativda o'zingiz bilan olib olsangiz, ancha sizga bu narsani foydasi zo'r tegadi. Chunki bu manzaralarni faqatgina o'zimiz emas, yaqinlarimizga ko'rsatishimiz kerak. Shuning uchun mana shunaqa
narsalar olganmiz. Xo'p, yana ko'pchilikda savol paydo bo'lishi mumkin. Bu joy O'zbekistonda emas. To'g'ri, O'zbekistonda emas, lekin O'zbekistondan uzoq emas. Bu joyga kelishingizga bu joyga kelishga sizga hech qanaqa qizil pasport talab qilinmaydi. Agar bo'lsa yaxshi, agar bo'lmasa ham sizdan ID karta bo'ladigan bo'lsa ham sizdan bemalol bu joyga o'tsangiz bo'ladi. Bu joyning lokatsiyasi Qirg'izistondagi Qoraqo'y da joylashgan. Mana shu joy Qirg'izistondagi Qoraqo'y maskani hisoblanadi. Aytganimdek, sizga bu joyga kelishda hech qanaqa qizil pasport shart emas. ID karta bo'lishi kerak, lekin oddiy yashil pasport bilan bu joylarga lekin kelib bo'lmas ekan. Shuning uchun e'tiborli bo'ling bu narsaga. Shunaqa. Xo'p, keyin yana agar e'tibor beradigan bo'lsak, bizda vaqt juda tez o'tib ketadi. Ya'ni bizning kunimiz 24 soat deb belgilangan, lekin ko'pchilik aytishadi bu 24 soat emas, 20 soatga tushdi, balki 17 soatga ham tushgan. Yer shari shunaqangi tez aylanadigan bo'lgan degan fikrlarni eshitib qolaman. Boshida menda ham ishonish bo'lgan shu narsaga. Lekin aynan mana shu joyga kelib bu narsa hammasi yolg'on. Ya'ni odamlar o'zini o'zi aldash uchun chiqarib olgan ma'lumot ekanligini bildim. Sababi hali ham 24 soatligicha qolgan. Faqat bizda internet har xil atrofimizda bir xillik, kunimiz qanaqa o'tib ketayotganligini ochiq biz bilmaymiz ham. Ertalab ketamiz, shu bilan kunimiz o'tib ketadi. Xuddi shunaqa bir kun o'tganda haftamiz o'tib ketib qoladi. Haftamiz ham bir xil o'tadi, oyimiz bir xil o'tib ketadi. Kerak bo'lsa yillarimiz ham mana shunaqa bir xillikda o'tib ketib qoladi. Va biz o'shandan kelib chiqib o'zimizcha kun 24 soat emas, kamaygan degan fikrimizga kelib qolganmiz. Yo'q, aynan mana shu joyga kelib bu narsani bildim. Bu yoqda internet umuman ishlamaydi. Tem bo'li O'zbekiston hududida bo'lmaganligimiz uchun telefonimizga hech qanaqa signal yo'q. Hech kim bizga telefon qila olmaydi. Shuning uchun o'shanda bildimki, har bitta daqiqani, har bitta vaqtni o'tishini endi amin bo'ladi-da. Vaqtga qarasam, avval ertalab misol uchun 8 da chiqib ketib, bir qarasam obed bo'lib qoladi. Yana bir qarasam, bo'ldi endi uxlashga yotib kechqurun bo'lgan bo'ladi. Lekin bu joyga kelib ertalab turib bir qarasam, hali ham ertalab. Ya'ni soat 6 bo'lsa ham, soat 8 bo'lsa ham bilmaysiz. Ya'ni ertalab 6 bilan kechqurun soat 9 da ana shu xuddi mana shunaqa bo'lib turadi. Kechqurun 9 da ham qorong'i tushmas ekan. Shuning uchun demoqchimanki, vaqt hali ham o'sha unaqa ortiqcha kamayib qolmagan, lekin biz ana shunaqa ortiqcha narsalarga sarflashimiz, internetga ko'p o'tirishimiz, Instagram, Telegramda ko'p o'tirishimiz bizani vaqtimizni o'g'irlab qo'yadi. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Ana shunaqa joylarga kelishdi, iloji boricha internetsiz, iloji boricha umuman aloqa yo'q bo'lgan, sizga telefon ham qilish olmaydigan joyga kelishingizni tavsiya qilaman va tabiat qo'yinda. Xo'p, hozir aytib turgandim, yomg'ir bizani ko'nglimizga qaramas ekan, tabiat bizani ko'nglimizga qaramas ekan deb. Mana ko'rib turibsiz, yomg'ir yog'ib ketdi. Bunga hali ham bunaqa narsa olib olganim uchun nam bo'lib qolmayapti. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman, mana shunaqa narsalar olinglar. Shu o'tishmaydi. Xo'p, ko'pchilik tanishlarimda bitta holat bo'ladi. Shu narsaga sizda ham bo'lsa aytib berishga harakat qilaman. Chet el safarlariga doimiy chiqishadi, lekin safarga chiqishganda har doim bitta joyga borishadi. Tanlashgan joy misol uchun ko'pincha Dubay yoki Turkiya bo'ladi. Bo'lib ham bu joyni o'zini tabiatini emas,
5 yulduzli mehmonxonalar yoki mehmonxonadagi qanaqadir sharoitlar uchun borishadi-da. Egani keyingi yil yana shunaqa joyga borishadi, yana shu mehmonxonada. Keyin so'radim, nima uchun shunaqa joyga ko'proq borasizlar desa, sen tushunmaysan-da bu narsani. To'g'ri, men balki tushunmasman. Men balki mana bunaqa tabiatni yoqtirganim uchunmi, bu narsani uncha xohlamayman. Keyin aytdim-da, sizlar qayta shu joyga boravermaslik kerak. Menimcha, ya'ni siz baribir bu joyga ham pul to'laysiz. Faqatgina misol uchun 10 kun, 15 kuningizni faqat bitta mehmonxonadagi inson qo'li bilan yaratilgan sharoitda o'tkazib yuborish bu menimcha yaxshi emas deb tushuntirishga harakat qildim. Ya'ni bu yoqda siz uni u joyda hamma joydan topishingiz mumkin. Misol uchun O'zbekistonda o'zida ham shahar joylarda ko'p shunaqa mehmonxonalarda siz yashasangiz bo'ladi. Yoki o'shanaqa sharoitni topsangiz bo'ladi-da. Lekin mana bunaqa Xudo tomonidan yaratilgan tabiatni boshqa joydan topa olmaysiz. Ya'ni bu joy har bitta davlatning o'ziga xos tabiati bor. Aynan o'sha joylarni ko'rish kerak deb bilaman. Sizga ham shu narsani agar siz ham doimiy ravishda qanaqadir mehmonxonalar qidirib ana bo'lsangiz, unaqa qilmang, maslahatim. Agar siz o'zingiz dam olishda chiqadigan bo'lsangiz, iloji boricha o'zingiz bilan chodir olib oling, tabiat qo'ynida, yovvoyi tabiatda, aynan shu joyda o'zingiz chodiringizni yasab qoling, u yoqdagi qiyinchiliklarni ko'ring. Ko'p emas-ku, bu narsa o'tib ketadi. Misol uchun bir hafta yoki 2 kun yasharsiz, lekin bu joydagi tabiatda o'zini muhitini his qilasiz. Va ertaga yoshingiz o'tganda ham nimani eslab qoldim deganda, aynan mana shu xotiralar sizda qoladi. Xo'p, menimcha sizga tushuntira oldim degan umiddaman. Sog' bo'ling. Charchamang. Xo'p, mana bizani sayohatimiz zo'r bo'ldi. Mana shu atmosferada, mana shunaqa joylarda kelib, sizlar ham dam olishlaringizni tilab qolaman. Bu joy lokatsiyasi ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. Bu joy Qirg'izistondagi Qoraqo'y degan joy. Aynan bu joyga odamlar kelib bemalol oilaviy ham, yaqin do'stlaringiz bilan ham kelib dam olishlaringiz bo'ladi. Bu yoqda alohida o'tovlar qilingan, alohida joylar qilingan, bemalol kelib oilaviy ham joylasha olsalaringiz bo'ladi. Lekin biz o'zimizga shunaqangi atmosfera tanladik. Suv bo'yida o'zimiz olib kelgan palatka chodirlarda hiking qilish, ya'ni palatka chodirlarda qolib biz dam olishni tanladik. Ya'ni hamma narsasini o'zimiz qo'limiz bilan yaratib, ovqatimizni ham o'zimizga ko'rgan bo'lsangiz olovli yoqib, xuddi shunaqa atmosferani biz qildik. Ya'ni bu narsa bizga o'zimiz shu narsani xohladik. Xuddi shunaqa sizlar ham mana shunaqa do'stlaring bilan tashkillashtirib, bu joylarga kelsalaring juda ham ochiqni aytsam mazza qilib dam olib ketsalaring bo'ladi. Iloji boricha bu videoga like bosing, ko'proq do'stlaringizga tarqating. Mana shunaqa sayohatni ko'proq yoqtiradigan tanishlaringizga tarqatsangiz, ya'ni bu joylarni ko'pchilik bilishini istayman. Ana shunaqa joylarda bundanda qiziqroq sayohatlarni iloji boricha qo'yib boraman. Yanada foydali ma'lumot, yanada zo'r qiziqarli ma'lumotlar uchun meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Chunki keyingi videolar chiqqanda bu albatta sizni oldindan chiqish uchun, ogohlantirish uchun bu yaxshi signal bo'ladi. Shuning uchun sahifam, ya'ni YouTube blogimga obuna bo'lib qo'yishingizni sizdan iltimos qolaman. Sog' bo'ling, keyingi videoda ko'rishamiz.